Bizda podkastning ikkinchi soni 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni bayrami munosabati bilan biz qahramonimiz, mehmonimiz Shohira Ravubayevani studiyamizga taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Avvalo sizni mana shu kirib kelayotgan bayram bilan tabriklaymiz. Biz sizni nafaqat jurnalist, ko'p qirrali ijodkor sifatida taniymiz, bilamiz. Bugun sizga bir necha savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Bemalol. Shu munosabat bilan ikkalamiz o'zi bugun yig'ilishdik-ku. Shunaqa. Aha. Sizni ham tabriklayman. To'g'risini aytsam, bu bayramga bundan 3 yil ilgari 100% haqli edik. Haqli edim. Shu bayramni bayram qilishga, chunki ommaviy axborot vositasi vakillari, jurnalistlarning bayramida bu o'zi aslida. Matbuot degan joydan boshqa, biz matbuot kotibi, siz, men o'zi unaqa tegishli joyimiz yo'q. Biz jurnalistlar bilan ko'prik vazifasini o'taymiz-da, hokimiyat o'rtasida, xalq o'rtasidagi. Lekin hali aytganingizdek, jurnalist sobig'i bo'lmaydi. U haqiqiy jurnalist shu taqdir bilan tug'iladi o'zi aslida. Shuning uchun men bu bayramni bayram qilaman. Haqiqatdan ham kutamiz, bayram qilamiz. Lekin shu bayram qilishga arzigulik ijoddan bo'lish kerak deb o'ylayman. Albatta, sizda hammasi bor va siz bunga nazarimda 100% haqlisiz. Shu 3 yil ancha sustlashdim. Shu 3 yil ancha sustlashdim. Sizga birinchi savolim, jurnalistikadan matbuot kotibligiga o'tganingizda o'zingizni qay darajada kashf qilgansiz? Yo'q, o'zimni emas, matbuot kotibi degan lavozim, vazifa, mas'uliyat nimadan iboratligini kashf qildim, ochig'ini aytsam. Biz jarni ikkita tomonda turamiz, jurnalistlar bilan matbuot kotiblari. Matbuot kotibi deganda men qanday bo'lishini tasavvur qilib ko'rganman o'zim uchun. Mana bunaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak. O't o'chiruvchi emas, o't chiqishini xavfini oldini oluvchi bo'lish kerak. Advokat emas, to o'sha advokatlikka jon yetkazib bormaydigan bir nima deydi, yumshoq kuch vazifasini o'taydigan bir yo'llarni qilish kerak. Ochiqroq bo'lish kerak deb xullas hamma tasavvurlarimni olib kelganman o'zim. Endi bu yo'nalishga men o'zi birdan hech kutilmaganda men shu matbuot kotibi bo'laman deb o'ylab, reja qilib, orzu qilib yuribmas, birdaniga bo'lib ketdi hamma narsa. Menda o'zi unaqa tasodiflar ko'p bo'ladi. O'zim bilmagan yo'llardan bir kirib ko'rgim keladi-da. Qaysi tomondan chiqar ekanman deb o'ylayman. Matbuot kotiblik vazifasi ham shunaqa chiqdi. Shunaqa bo'lib qoldi. Xullas birdaniga o'tib ketib qoldim bu tomonga. Hozir achinmayman. Matbuot kotibi, axborot xizmati deganda o'zim qanday tasavvur qilgan bo'lsam, shunaqa ishlashga harakat qilyapman va shunga menga imkon berishyapti. Imkon, e'tibor berilyapti. Advokat bo'lmaslikka, ishni o'sha darajagacha olib bormaslikka, o't o'chiruvchi bo'lmaslikka, o't chiqish xavfini olishga harakat qilib ishlayapman. Lekin meni to'g'ri tushunib ishlashyapti. Axborot xizmati bilan baribir qolgan barcha yo'nalishlar hokimiyat tizimidagi shunaqa muvofiqlikda ishlash kerak-da. Bu hozir men aytgan, ko'pchilik kutayotgan axborot xizmati bo'lish uchun, matbuot kotibi bo'lib ishlash uchun boshqa yo'nalishlar, hokimiyatdagi boshqa yo'nalishlar muvofiqlashtirib ishlash kerak nimasini. Xatti-harakatlarni, qilayotgan ishlarni. Hozircha bunga erishyapmiz, ancha o'rganib qoldik bir-birimizga. Lekin bu oson emas. Matbuot kotibi degan lavozim ilgari bo'lgandir, bo'ladi hamma payt. Masalan, har bitta rahbari so'zchisi bo'ladi, o'sha yozadigan, uni nomidan gapiradigan odam bo'lgan, lekin bugunga qadar dolzarb bo'lmaganda bu vazifa. Bu vazifani maktabi yo'q. Hamma o'zi bilgancha tajribasi, o'zi bilgancha ishlayapti. O'zini xatolarida o'zi o'rganyapti. Bu matbuot kotibligida
kotiblikni maktabi yo'q, xuddi hokimlikni maktabi bo'lmaganda. Va bugun nima uchun shunaqa bo'ldi degan savolga bitta nimam bor. Dunyoni informatsiya bog' chiqarib boshladi. O'zi avval ham shunaqa bo'lgan, tan olinmagan. Bugun so'zni qudrati oshib ketdi. Aytayotgan so'zingizni, ko'rsatayotgan lavhangizni, shuni kuchi ortib ketdi-da. Odamlarni quruq yozgan narsa yo eshitgan narsasi qiziqtirmay qo'ydi, uncha ishontirmay. Chunki ilm, fan, texnika bizning qo'limizga juda qudratli bir kuchni berib qo'ydi-da. Qo'limizga smartfon va smartfonda bugun axborot xizmatini ham, eng tezkor jurnalistning ham o'rnini bosadigan darajadagi xalq paydo bo'ldi. Bugun hamma bizani nima deydi? Biz qilayotgan ishni qilishi mumkin, lekin biz ular qila olmaydigan darajada, ular e'tibor bermayotgan tarzda ko'rsatib berishimiz kerak. Bizda bir yoqlamali bo'lmasligi kerak, vaziyatni o'rgan, lekin shu bilan birga ulardagi tezkorlik ham bizda bo'lishi kerak. Ikkita tomonni ko'rsatish uchun siz ikkinchi tomondan o'sha oddiy odamlar ko'rmayotgan ikkinchi tomon haqiqatini siz avvaldan bilishingiz kerak bo'ladi-da. Bilishingiz. Axborot xizmatini bugun juda ham ahamiyati katta o'zi, agar tushungan, bilgan, uni to'g'ri yo'naltirib ketayotgan rahbariyat bo'ladigan bo'lsa, o'zi juda katta. Xalqning ishonchini tezkor, ochiq ma'lumotlar bilan qozonish mumkin-da. Ishonch ham bir g'alabaga o'xshaydi-da. Uni hech kim sizga shunday olib sovg'a qilmaydi. Sotib olish iloji yo'q. Ishonch xuddi urushda g'alaba qilib, kurashib g'alaba qiladi, ana shu g'alaba qilib uni ishonchni qozonish kerak bo'ladi-da. U boshqa masala. Axborot xizmatini yelkasida ana shunaqa katta mas'uliyat turadi. Hamma narsa bo'lishingiz kerak bu yerda. Bloger ham o'zingiz bo'lishingiz kerak. Bugun faqat rasmiy ma'lumotlar bilan cheklanib qolsangiz, siz hech kim eshitmaydi. Rasmiy ma'lumotlardan, yuzaki yondashuvlardan xalq to'ygan, to'g'risi. Nima uchun blogerlar bugun maydonga kirib keldi? O'zini samimiyati bilan, tezkorligi bilan, ba'zan nima deydi? Qiziqarli podacha deydi-ku, ana shunisi bilan bugun maydonga kirib keldi-da, biz rasmiy kerak bo'lsa o'zing kelib ol, meni haqiqatimgacha yetib kel, men bergan rasmiy chalkash ma'lumotlar bilan qoniq desak, u biz yutqazamiz. Shuning uchun men o'zim qanday tasavvur qilsam, hozircha shunaqa ishlayapman va menga shunaqa imkon berishyapti. Shunisiga ham rahmat. Shu imkoniyatlarim tugagan joyda men o'zimga hojat qolmaganini sezgan kunim bu sohanidan ketaman. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, lekin endi unaqa bo'lmasa kerak, chunki butun hokimiyat tizimi axborot xizmatini kuchini his qildi. O'sha axborot xizmatini kuchini his qildi. To'g'risini aytsam, shaharlar qurishingiz mumkin. Bitta nimangizni, shaharingizni darvozasini bu tomondan emas, bu tomondan qo'yishingiz mumkin. Ariqlarni teskari oqizishingiz mumkin. Qazasiz bu tomonga oqizib borasiz. Lekin uni kimdir ko'rsatmasa, gapirmasa, aytmasa, kim biladi uni? Shu atrof biladi, boshqa. Lekin keng miqyosda ayta olish uchun keng fikrlab, kengroq ishlash kerak, ko'proq imkoniyat berish kerak deb o'ylayman-da. Lekin shu bitta narsadan ba'zan ana qilib qolaman, hali ham bo'lsa, biz hali u joygacha yetib bormadik. Farqimizni bilishmaydi. Axborot xizmati, bloger, jurnalist, televizion jurnalist, bosma matbuot jurnalisti, radio hammasini nomini birlashtirib yorishadi-da ko'pincha. Blogerlar deb yorishadi-da. Endi hozir trenddagi so'z blogerlar, lekin bizani bir-birimizdan juda katta farqimiz bor. Lekin men o'zimning ish tizimimda men blogerlar bilan ham, xususiy nashrlar bilan ham, xususiy ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar bilan ham yaqin ishlayman. Chunki xalqqa xalqonaroq qilib yetkazib berish uchun ularning kuchidan foydalanaman va ularga ham o'z navbatida ba'zi bir imkoniyatlarni berib qo'yaman. Chunki hokimiyat tizimida bo'layotgan
nima deydi, prava первого показа deydi, birinchi eng birinchi nimasi yoki bu yerda bo'layotgani bilan ozgina uchidan ularga ham tutqazib turaman. Chunki lekin xalqqa shu ham qiziq o'zi aslida. Men keyin prosmotrlarni kuzataman, o'zim ularni yo'naltiraman. Yosh yigitlar-ku, yosh yigitlar, qizlar. Hokimiyat tizimi, umuman rasmiy doiralar bilan ishlash yo'nalishlarini viloyatdagilarga ko'rsatib, yo'l yo'riq ko'rsatishga harakat qilaman. U yigitlar ham menga qarab qadam tashlashadi. Unaqa alohida bo'lib, ular o'ziga ham qiziq birinchidan o'rganishyapti. Yaxshi hamkorlik yo'lga qo'ydim xullas. Ularni masalan press turlarga, hokimiyatdagi tadbirlarga taklif qilaman. Rag'batlantirish masalalarida ham ularni jurnalistlardan kamaytirib chetga surib qo'yayotganim yo'q. Bugungi kunni shiori shu: hamma bilan murosa qilish, muomala qilish, o'sha ko'prikni mustahkam bo'lishi uchun har kun nimadir bittadan g'isht qo'yib borish, ishonchga qarab. Faqat rostini aytasiz, jurnalistika qiyinroqmi yoki matbuot kotibligimi? Matbuot kotiblik qiyin ekan, to'g'risi. Jurnalistikada bunaqa qilardik-da, biz ko'rsatuvdan ko'rsatuvga cho'nadida yashashim. Bu hafta shanba kuni men kino ko'rsatuvlar, kino, teatr san'atkorlar bilan bo'lgani uchun ko'pincha dam olish kunlari qo'yiladi-da bular efirga, televideniyada. Shu shanba kunigacha montajlarim qiyin, men o'z qiyin ishlayman. Oddiyroq ishlashim mumkin, shunaqa qila olmayman-da. Shu ko'rsatuvda o'tsam, shu ko'rsatuv efir ketsa yashab ketaman derdim-da. Keyin ko'rsatuv efir ketdi, bo'ldi, hamma rahmat, o yaxshi. Bir xursand bo'lib, keyingi hafta nima beraman deb o'ylardim-da. Lekin hatto bir kecha yaxshi uxlab olib. Hozir 3 yildan beri 24/7 rejimda. Matbuot kotiblik juda qiyin, juda. Bu mana shu safdoshlar, hokimiyat tizimidagi boshqa bo'limlar, boshqa yo'nalishlar bizni faqat o'sha post qo'yib, rasm qo'yib, bitta Telegram kanalida kichkina narsa chiqishini tushunadi-da matbuot kotibligi deb. Lekin matbuot kotibligini ekran orti hayoti juda mas'uliyatli, juda qiyin. Informatsion bosimlar. Informatsion bosim birinchidan. Keyin bilasizmi, endi bu yerda bir nozik chiniga o'xshaydi-da kasbimiz. Shuni tashlab yuborsangiz, bo'ldi, bu qaytib joyiga kelmaydi. Xuddi shunga o'xshagan, masalan, men viloyat hokimi matbuot kotibi bo'ladigan bo'lsam, bir insonni imidji deydimi? Hozir imij eng muhim narsa. Ana shuni qo'lingizda ushlab yurishingiz kerak-da, tushirib yubormaslik kerak. Unaqa xavflardan asrash kerak. Uzoqroqdan qaraysiz, bunda ana yoqqa tegib ketsa, dars ketishi mumkin. Bunda bo'lsa, yorilishi mumkin deb o'ylaysiz. Mana shu hamma narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Rasmda qanday turgan holatidan tortib, pastida kim nima deb kommentariy yozayotganigacha qarab turish kerak bo'ladi-da. Kechasi ham turib kommentariyga qarayman, chunki o'zingiz bilasiz, Instagramlarga qo'ygan postlaringiz, Facebook kontentlar qo'yadigan bo'lsangiz, ko'pincha bugun bu kechasi bedorlar ko'pda. O'sha yerda bir narsalar bo'lib ketib qolish ehtimoli bor. Ana keyin uni bugun davlat tomonidan qo'yilayotgan juda katta masalalar bor. Biz buni hammasini bu yerdagilarga aytib o'tirmaymiz-ku. Biz bu hamma ijtimoiy tarmoqlar, butun dunyoni o'rgimchakdek o'rab olgan ijtimoiy tarmoqlardagi eng asosiy nuqtalarda biz turibmiz-da u yerda. Shu yerda bo'layotgan narsani qaysi yo'nalishda bo'lsa ham, uni farqi yo'q. Faqat viloyat hokimini hududlarga borgani yoki kimnidir qabul qilgani emas, butun viloyat bo'yicha qaysi yo'nalishda nima bo'lyapti, o'sha nuqtada biz bormiz. Shu ma'lumotni u yerga yetkazadigan biza. Bu viloyat imiji bilan bog'liq narsa. Hokimning imiji degan bu viloyatning yuzi. Viloyat imiji bilan bog'liq juda mas'uliyatli kasbki, men bu yerga kelayotganda bu haqda hech ham o'ylab ko'rmagandim, to'g'risi.
men o'yladim, juma kungacha ishlayman, juma kuni poyezdga o'tiraman, Toshkentga ketaman, yakshanba kuni kelaman, dushanba kuni yana ishga chiqib ketaveraman. Bitta ko'rsatuv uchun javob berish u boshqa narsa. Viloyat uchun javob berish bu juda katta mas'uliyat, juda katta. Lekin harakat qilyapman. Boshida juda qiziq tuyuldi. Ichiga kirgan sari birinchidan mas'uliyat bosadi. O'sha kechasi ham turib qarashgan umanda. Har 1 soat, 2 soatda men ochib qarashga majburman. Agar meni davralarda kuzatayotgan odamlar bo'lsa, men даже normal o'tirib kino ko'ra olmayman, konsert ko'ra olmayman. Mehmonda o'tirib bir kuy qo'shiq eshita olmayman. Faqat mana shunaqada gadjetda bo'lib qoldi anaqam. Hayotim. Bugun faqat savol-javob bo'lmasin-da, ikkalamiz kasbimiz bir xil. Mana siz bu sohada mendan ham ko'p kiyim yirtgan. Albatta, bu juda ham to'g'ri fikrlar aytyapsiz. Matbuot kotibi yildan yilga mana siz aytganingizdek har yili qiziqarliligi bilan birga mas'uliyatingiz ham oshib borayotgani, murakkablik ham o'zini nimasini ko'rsatib boraveradi. Shunaqa hamma narsaga bog'liqda ishimiz. Boyaga qaynoq choy to'kilib ketmaslikdan o'zingizni qanchalik ehtiyot qilsangiz, hozir aytganingizdek viloyatda yoki tumanda obro'sini, hokimni obro'sini saqlash shunga o'xshatish mumkin demoqchiman. Shunaqa. Endi uni biz to'g'ri nimadir mahsulot ishlab chiqarmaymiz, to'g'rimi? Oziq-ovqat, oyoq kiyim, libos, boshqalik. Biz so'z inson haqida, viloyat haqida, qaysidir yo'nalishlar haqida tasavvurlar paydo qilamiz-da o'sha so'z bilan. Dunyo endi o'zingiz bilasiz yaratganini bo'l degan so'zi bilan paydo bo'lgan ekan. So'zi kuchi nima deydi? Dunyoni bor qiladigan ham, yo'q qiladigan ham so'z bo'ladi o'zi. Shuning uchun ancha qiyin vazifa ekan. Men buni lekin kelganimdan keyin, ishlab boshlaganimdan keyin his qildim. Mana buni siz e'tirof etish kerak, juda ham chiroyli uddalayapsiz. Viloyatimizda hammani mana shu media sohasini vakillarini boshini bir yerga yig'ib, o'zi aytgandek, endi odam o'ziga o'zi baho berishi, o'zi qilayotgan ishini e'tirof eta olmaydi, chunki baribir sizda ham har doim nimanidir qila olmayapman deb yurgan holatlaringiz ko'p. Men har kuni bironta kattaroq proyekt qilsam, hech ish qilmayotganga o'xshab tuyulaman-da o'zim. Lekin siz aslida juda ham katta ishlarni amalga oshiryapsiz. Endi lekin birinchidan uzoq yillik tajriba bor, yosh jihati bor, ko'rgan kechirganlarim bor respublika darajasida. Bilasiz, men o'zi avvaldan bo'lib yubor va boshqar degan shiorga juda ham qarshiman. Bizning yo'nalishimiz bunaqa emas. Men respublikada bir qancha Telegram gruppalarimiz bor-da, bizning eng kattasi bu kuchli jurnalistlar degan guruh tashkil qilganmiz. Yana bir ikkita nimamiz, ham fikrimiz bilan shu yerda bir 600 ga yaqin jurnalistni biriktirganmiz, boshini bir yerga, butun respublikadan. Kuchli jurnalistlar deganda boshida o'sha hatto jurnalistlar ham kulishgan. Biz unchalik kuchli emasmiz, kirsak bu. Men aytdim, "Yo'q, men kuchliman degani emas bu. Birgalashsak, birlashsak kuchlimiz. Ana shu uchun bu nima kerak" deb ochgan edim. Bugun to'g'risini aytsam, ana o'sha guruhda muhokama qilinib, respublikaga chiqmasdan o'sha guruhga tashlangan muammolarni 90% hal bo'ladigan juda kuchli guruhga aylandik. Men ana shu prinsipda ishlayman. O'zi u yoqda ham juda ko'pchiliklarning boshini biriktirib yurardim. Kelsam bu yerga, viloyatimiz hududi katta va juda tarqoq. Hali qo'shningni uyi qayerda desa, "Heyla" deydi. "Heyla qayerda" desa 40 kilometr orasi. Odamlar ham bir-biri bilan juda tarqoq ekan. Xuddi shunga o'xshagan matbuot kotiblari ham masalan bir-birlaringiz hayotda ko'rganmisizlar desam, 1-2 marta ko'rgan. Konimey siz nimani ko'rganmisiz? Zarafshon Uchquduq yo Nurota yo'q. Kelinglar deb bildiz, birlashdik. O'zim ham siz tashkil qilgan press-turda birinchi marta ko'rdim Zarafshon Uchquduq tomdini. Yo'q, o'sha uchun hududlarni bilishimiz kerak-ku. Albatta. O'sha uchun shunaqa boshini birlashtirib
ishlasamchi shu yigit qizlarni dedim. Bugun ancha kuchli jamoaga aylandik. Men baribir salohiyatlaringizga baho bera oladigan darajadaman deb o'ylayman, chunki shu respublika men hozir shunday baho bersam, mana shu viloyatda, mana endi siz shu matbuot kotiblarimiz ichida eng tajribalilardan birisiz, ayting, jurnalistlardan ko'ra ancha salohiyati baland, kuchi ancha buncha narsaga yetadigan kuchli guruh tuzdik. Tuman shaharlarimizni men boshqalarga ishonmaydigan narsalarim sizlarga ishonaman. O'sha uchun borib o'tirmasdan o'sha yerdan professional darajada bajarilgan ishlarni bu yerda qabul qilib olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Tuman shaharlar qo'lladi. Chunki viloyat hokimi matbuotning kuchini nima deydi, hurmat qilganlardan keyin unga qarab tuman shaharlar ham intildi-da. Tuman shahar hokimlari bilan ham yaxshi ishlay boshladik. Bugun hammasi qo'llaydi. Masalan, men o'zimning hokimlar bilan guruhim bor. U yerda endi hech qanaqa ortiqcha gap yozmaymiz, lekin nimadir axborot xizmatiga kerak ish bo'ladigan bo'lsa, men hurmatli hokimlar deb yozaman. Hammasi keyin sizlar bilan ishlaydilar, bizlar bilan ishlaydi va bugungi yaxshi natijalarimiz shundan. Xursandman, lekin viloyat hokimidan tortib tuman shahar hokimlarigacha axborot xizmatini qo'llab-quvvatlayotgan kuchli jamoaga aylandik. Bu masalada rahbarlardan ham xursandman. Siz oldin matbuot kotiblaridan intervyu olgansiz-da. Bugun siz jurnalistlarga intervyu berish jarayonidasiz-da. Endi men shu his qanday sizda kechgan? Men matbuot kotiblaridan intervyu olmaganman. Lekin matbuot kotiblaridan dugonalarim, ham fikrlarim bor. Hozir ham asosan san'atkorlardan intervyu olganman. Sizga shunday. Endi hozir bu yerga kelgandan keyin birdaniga men, bilasizmi, shou biznesdan birdan siyosatga o'tib ketishga to'g'ri keldi-da. Lekin men o'zi bitta orzu bor edi. Orzu deymizmi, armon deymizmi? Chunki jurnalistikada 30 yillik tajriba bu katta masala. 30 yildan keyin juda ko'pchilik man tengilar tugunchasini tugib, nevarasini boqib, uyda o'tiribdi bugun. To'g'risi, nima bormi? Elektron pochtang bormi? Nima u deb so'raydi. Telegramda yo'q, shu internetga umuman qiziqmadim-da deydi. Lekin men bugun ochig'ini aytaman, farzandlarimdan kam bilmayman. Nima? Ijtimoiy tarmoqlar, ijtimoiy gadjetlar masalasini. Masalan, iPhone olib faqat alo deb telefonda gaplashish uchun ko'tarib yurmayman-da. Men uni hamma funksiyalardan foydalana olaman. Montajlarni ham qilaman, ozvuchkalar o'zim qila olaman o'sha narsalarni. Savol javob masalasida to'g'ri, jurnalistlar bilan hozir savol javob qilishga to'g'ri keladi, lekin men asosan men intervyu bermayman deyarli. Intervyu berishga imkon yaratib beraman. Imkon yaratib beraman. Faqat o'sha darajasiga qarayman, boshqa masalalarda. Mana hozir yaqinda investitsiya forumida ishtirok etib keldim. Bitta narsa xursand qildi. 26-yil, mana bu yil misli ko'rilmagan darajada katta miqyosda o'tdi-da va juda ham ko'p dunyoni bir 70 dan ortiq davlatlardan xalqaro jurnalistlar tashrif buyurdi. Va viloyat hokimliklari axborot xizmatidan faqat bitta men Toshkentga chaqirib olindim va menga juda muhim bir xalqaro toifadagi jurnalistni, xalqaro degani faqat Buyuk Britaniyadan kelgani uchun emas, uni quvvai salohiyati nimasi juda katta. Butun Yevropada, dunyoda mashhur jurnalistlardan birini ga hamrohlik qilish menga topshirildi-da. U yerda juda ham muhim intervyular bor edi. Ularni tashkillashtirib berish kerak edi. Chunki nima respublikamizdagi eng muhim sohalar rahbarlari bilan intervyularni tashkillashtirib berish kerak edi. Forum haqidagi informatsiyalarni ana o'sha forumda ishtirok etib keldim. Shunchaki tomoshabin bo'lib emas, balki ana shu mas'uliyatli bir jarayonda va bugun mana masalan monitoring qilamiz. Monitoring bo'ladi bu anaqada. Ya'ni siz hamrohlik qilgan,
siz yordam bergan jurnalist qancha narsa yoritdi, nimalarni yoritdi, nechta maqola chiqardi, nechta ko'rsatuv va haligacha Ben Arisni chiqazgan maqolalarni, postlarini bugun hozir forumni monitoringiga tashlab turibman. Yaxshi xizmat qildik va men uchun juda faxrli bo'ldi. U yoqqa chaqirib har yili meni taklif qilishadi. Endi to'g'ri bir tug'ilib o'sgan yurtimga kelib qolganman-da, lekin agar u yerda bo'lganimda bundan ham ko'p xalqaro festivallar, forumlarda eng faol jurnalistlardan biri bo'lgan bo'lar edim. Lekin mayli. Men matbuot kotibi bo'lganimdan Navoiy viloyatida xizmat qilayotgan kelib oxirgi 3 yilda faoliyat ko'rsatayotganimdan xafa emasman. Aytishadiki, shoirlar qishloqda tug'ilib shaharda o'ladi deydi. Men qishloqda tug'ilib, endi viloyatda tug'ilib, endi biz qishloq Karmana u shahar edi, u anaqa emas, qishloq emas. Lekin Karmanadan o'zi butun maktabimizdan o'sha bitiruvchilar ichida bittaman Toshkentga o'qishga kirgan edim. Va yana qaytib kelib shu yerda ishlayotgan bir jurnalist sifatida tarixda qolsam kerak deb o'ylayman. Men bu yerga keldim, eng ko'p qiynalganim kadrlar masalasi bo'ldi. Yaxshi kadrlar hammasi Toshkentga ketadi. Juda ko'pchiligi, men uni to'g'ri tushunaman. Lekin bu yerdagilarga ancha qiyin ekan-da. Mana siz o'zingiz ham syomka qilasiz, montaj qilasiz. Men ham mana qarshimizda ikkita yosh yigit o'tiribdi. Ularni ham avaylab asrab, lekin hozir o'qi deymiz ana o'zimni mobilografimga ham o'qi deyman. Bunga ham o'qi deymiz. Chunki bular ham bo'ladigan yigitlar. Faqat bilmadim, bular shahar ketib, yana bular ham respublikaga ketib qoladigan bo'lsa, demak maktab ochish payti kelganda bu yerda jurnalistikani, mobilografiyani, bugun endi til boyligimizga ko'p yangi so'zlar qo'shilib ketdi-ku. Faqat jurnalistika, avval nima edi? Jurnalistika degan umumiy tushuncha bor edi. Radio jurnalist, televizion jurnalist, bosma gazetani jurnalist. Hozir nima bo'ldi? Ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan keyin tarmoqlarga bo'linib ketdi. Bugun Instagramshik, TikTokershik, YouTuber, endi kasblarga qarang, bloger, vayner, yana nimalar? Matbuot kotibi, yo'q, SMMshik, copywriter, targetolog, u juda ko'payib ketdi. Ularni hozir har birini yo'nalishini izohlaydigan bo'lsak katta narsa. Lekin zamon shuni talab qilyapti-da. Zamon shuni. Avval siz endi baribir yoshsiz, eslolmasangiz kerak. Eng qadimiy kasblardan bittasi o'z jurnalistika. O'sha payt o'sha Rimda senatni yoniga senatda nima gaplar bo'lgani, nima yangiliklar borligini bunda mana shu ham sopol taxtachaga yozib ilib qo'yishar ekan, bozorlar, guzarlarida. Borib o'qib, o'sha yerda aniq qilar ekan-da, tanishib ketishar ekan. Keyin otliq anaqa jarchilar paydo bo'ldi. Bizning o'zimiz mahallada yoshligimda eslayman. Masalan, Elyordikiga to'yga, Elyordikiga uloqqa deb e'lon qilib yurardi, shu bilan borardi. Shu ham jurnalistika eng sodda ko'rinishi. Keyin radio, televideniya, masalan, men o'zim ham telejurnalist bo'laman, efirga chiqaman deb uyda ko'p uyimdagilarni yig'ib qo'yib efirga chiqib yotardim-da. Keyin niyatni butun qilib u yerda bu holat yuz berdi. Efirga ham chiqdim, 30 yil kino, teatr sohasida faoliyat ko'rsatdim. Lekin ana shu sohalar menga tor edi-da. Keyin hayot shunaqa bitta imkoniyat berdi. Bu yerdaman. Men bu yerda ham sizlardan qolgim yo'q. Yo'q. Siz bugungi kunda eng hamma tomonlama zo'r jurnalistdan matbuot kotibi, yaxshi matbuot kotibi chiqadimi? Endi sizni misolingizda ha deyish mumkin, lekin bu boradagi siz bo'ldi-da, bitta namuna bor-ku. Yo'q, sizning fikrlaringizga qiziq. Chiqadi. Chiqadi. Agar yo'q desam, o'zimni inkor qilgan bo'laman-da. Jurnalistdan yaxshi matbuot kotibi chiqadi. O'zi matbuot kotibi u osmondan tushib qoladigan yoki yerdan qo'ziqorinday chiqadigan, ekib ko'paytirsa bo'ladigan soha emas. Faqat borku, jurnalist ancha erkin anaqa bo'ladi-da, erkin inson bo'ladi. Hatto
MTRKda yoki davlat gazetalarda, bosma matbuotida yo radioda ishlaydigan jurnalist ham matbuot kotibidan ko'ra ancha erkin. To'g'risi. Shu bitta o'zini dasturi uchun javob beradi, bo'ldi, keyin ishini qilib ketaveradi. Lekin matbuot kotibi degani ham bu tomondan qobiliyatsiz bo'lish kerak, ham katta sabr, katta diplomatiya va o'ta mehnatkashlik degan. O'ta mehnatkash. Lekin shu bilan birga juda ham nima deydi? Mehnati unchalik qadrlanmaydigan bitta soha. Hozir aytish joizmi, yo'qmi bilmayman. Uni shaxsiy hayoti ham hattoki yo'q. Viloyat bilan bog'liq. Ha. Viloyatda kundalik har qanday bayram kunlari, dam olish kunlari, har qanday holatda ham matbuot kotibi ishlaydi. Chunki kanallar yurib turish kerak. Hatto o'sha xususiy yoki davlat kanallarni ham o'sha bit tadbir bo'ladigan joyga yig'ib, shu haqda gapirtirib, yozdirib turadigan ham, yo'naltiradigan ham matbuot kotibi. Rasmchi emas. Men kelganimda shu ichim yig'ladi-da. Rasmchini tushirib yuboring. Rasmchi qani? Men hozirgacha juda ko'pchilik bilan bu masalada tortishib qolaman. Rasmchi demang deyman. Rasmchi to'yda bo'lishi mumkin. Boshqa bu yerda operator deb chaqiring deyman. Operator tushiring deb ayting deyman. Uni rasmchi emas u deyman-da. Biz ham rasmchi emas. Mana menda-ku bitta mobilograf olaman yo ikkita olib ishlataman. Tuman shaharlarda yana ham qiyin. Imkoniyat. Rasmchi ham o'ziz, axborot matn yozadigan ham o'zingiz bo'lishingizga to'g'ri keladi va ana shu fotoapparatni ko'tarib yuribsizmi, bo'ldi, hammaning tasavvurida rasmchida. Lekin endi bu o'sha joyigacha sekin yetib kelamiz shekilli. Rasmchilikdan matbuot kotibigachalik bo'ladigan uzun, mashaqqatli yo'limiz bor. Faqat shu kuch-quvvat, sabr kerak bo'ladi, to'g'risi. Sekin-sekin tushuntirasiz, hammani urib burnini qonatib tushuntira olmaysiz-ku bu masalada. Lekin bitta narsaga qoyil qolaman-da. Sekund qolganda tez tushsin, tez kelinglar degan gap tushunmayman deyman-da. Oyog'imizda parragimiz yo vertolyotda uchib borsak, mana shu rejani tuzayotganingizda, shu rejani qilayotganingizda birinchi navbatda rejani tuzdingizmi, mana bu yerda nima maslahat qiladiganingiz, ogohlantiradiganingiz axborot xizmati bo'lsin. Axborot xizmati yig'ib keladi hamma tadbiringizga, boshqa yo'q, ommaviy axborot vositasi vakillarini matbuot kotibi yig'ib keladi va uni tarqatadi, uni monitoring qiladi, qilgan ishi shunda ko'rinadi deyman. Tez tushsin deydi yoki telefonda olib tashlab yubordim-ku, bo'ladi deb o'ylaydi. Bu juda katta xato. Matbuot kotibi bilan do'st bo'lish kerak. U bir boshqacha nimada matbuot kotibilik rahbarga bitta rahbar izma-iz yuribsizmi? Baribir aurangiz tushishi kerak. Ishonch bo'lish kerak o'rtada. Chunki to'g'risi ish jarayonida har xil holatlar bo'ladi. Ana uni yig'ib, terib, shu holatlarni nima deyish, bir xavfsiz holatga keltirish, keragini chiqazib, nima deydi, borini oshirib demayman, borini hech bo'lmasa boricha ko'rsatib, bir uncha-muncha ekranni, sahnani orqasida qoladigan, montajda kesib tashlanadigan holatlar bo'ladi kinoda. Ana o'sha joylarini chetga chiqazib, astoydil nonni halol yeb ishlash kerak-da bu yo'nalishda. Lekin axborot xizmati ham qiziq jarayon ekan. Men agar ishga ish deb qarasangiz, Elyor, shanba ham chiqishingizga to'g'ri keladi, unda charchab qolasiz. Ishga ish deb qarash, to'g'ri, mas'uliyatiga ish deb qarashingiz kerak, lekin bu ham bir chest deydi-ku, bir faxr. Masalan, hamma joyda hammani o'shanaqa yopiq tadbirlarda, nimalarda hammani ham ko'rishni istashmaydi. Lekin siz u yerda muhim figuraligingizni o'zingiz birinchi his qiling-da. To'g'ri, axborot xizmati kirib, mana tadbirlarda ham rasm olib yuradi.
hech kim chiqa olmaydigan, masalan, rahbar orqa tomonlarida yurish, yoniga borib syomka qilish, hammaga ham ruxsat yo'q. Ishonchga kirganlarga ruxsat bor. O'sha odam, masalan, men mobilografimga aytaman, senga bemalol deyman. Yoki mana uzun joydan o'tib ketyapmiz. Agar o'ting deb hammani o'tkazib yuboradigan bo'lsa, yosh bo'ladi-yu, yosh mobilograflarimiz. Unda u voqealardan kechga qolib ketadi. Hamma senga yo'l berish kerak deyman. Bos deyman oldinga. Oldinga o'tib ketishing kerak. Sen oldindan ko'rishing kerak boshqalar ketayotganini. Shunaqa o'rgatasiz-da. Kirasiz tadbirlarda hammaga o'xshab yasan-tusan qilib oldinda o'tirmaysiz. Men kiraman, orqada o'tiraman. Oldinda o'tirsam, ko'p narsadan bexabar qolib ketaman. Men orqaga kirib o'tiraman, lekin sezaman, markaz men o'tirgan joyda bo'lib qoladi-da. Hamma anaqa, men orqaga kirib o'tirganim hamma biladi o'sha paytda. Sezadi. Lekin men oldinda o'tirishim ham mumkin. Faqat kasbim, mas'uliyatim oldinda o'tkazmaydi meni. Chunki orqada hamma narsani nazoratini men o'zim qilib turishim kerak bo'ladi. Men kulib turaman, boshqa e'tibor bermayotgan bo'laman, lekin hamma narsa meni diqqat e'tiborimda, hamma narsa meni informatsiya kopilkamda yig'ilaveradi. Chunki post bitta kichkina post qo'yasiz, shu postni o'qib voqea, jarayonlar haqida odamlar xabardor bo'ladi. Lekin shu postga rasmlar biriktirishingiz kerak, boshqa narsalar. Siz ana o'sha rasm egasi kim? Bugun bu sohaga munosabat qanaqa? O'zi nima bo'lyapti? Oldin nima bo'lgan, keyin nima bo'lgan? Hamma informatsiya menda bor bo'lgan bo'ladi unda. Bor bo'lish kerak bo'ladi. Bitta hozir bosh mutaxassisim, "Voy, hamma narsaga qiziquvchansiz opa" dedim. Aytdim, "Yo'q, sen ham qiziq" dedim. Bu ana любопытная varvaralik emas. Bu ana shu postni berish kerakmi, yo'qmi degan savol senda turadi. Ana shu payt ha beramiz yo bermaymiz. Bu yerda mana bu bilan bunaqa voqea bo'lyapti. Buni berib bo'lmaydi hozir. Yoki buni bundoqroq berish kerak deyish uchun seni kopilkangda informatsiya to'liq bo'lishi kerak. Faqat shu tadbir doirasida emasda informatsiyangiz. Undan kattaroq bo'lishi kerak. Mobilografimga aytganda oldinga o'tib ketib, hamma bir tomon, sen bir tomon turgan bo'lishing kerak deymanda. O'sha uchun markazdagi inson bo'lishga harakat qilish kerak har doim. Orqa tomonga kirib, eng orqa nimada o'tirsangiz ham, zalga kirganda eng orqa markazsiz bo'lishingiz kerak o'sha yerda. Hammaga qarab, hammani ma'lumoti, hammani informatsiyasi, kim nima bilan shug'ullanyapti, nima gap, nima so'z, u bizning kasbimiz. Shunaqa. Hamma informatsiya kimning qo'lida informatsiya bo'lsa, kuch o'shani qo'lida o'zi aslida. O'shani matbuot kotibi, mana shu ish bilan shug'ullanayotganlar, jurnalistlar hamma uni bilishi kerak. His qilish kerak. Informatsiya qancha sizning qo'lingizda bo'lsa, kuch siz tomonda bo'ladi. Oldinda o'tirish kuch emas. Ana shunaqa o'ylayman men. Va shu yo'nalishda ishlayman. Qarang, keyingi savolim, ba'zan matbuot kotiblarini hammaga yaxshi ko'rinish kerak bo'lgan inson deyishadi-da. Bu fikrga siz qo'shilasizmi? Yo, nimaga hammaga yaxshi ko'rinish kerak ekan? Qonunlar yaxshi biladigan, kerak joyda kerak javob bera oladigan, kerak bo'lsa keskinroq ham javob berishga to'g'ri keladi. Lekin baribir diplomatiya birinchi o'rinda. Diplomatiya birinchi o'rinda. Hamma so'rab keladi, lekin siz tanlaysiz. Faqat sizni tanlovingizga tushmagan odamlar bilan muomala qilib jo'natish kerak bo'ladi-da. Bu xonadondan hech kim norizo bo'lib ketmasligi kerak deyishadi. Shuning uchun har qancha boshingiz osmonda bo'lsa ham, oyog'ingiz yerda bo'laverish kerak. Muomalaga hech narsa yetmaydi. U hammaga yaxshi ko'rinishimiz uchun emas. Masalan, eshikni qattiq yopsangiz, tashqarida qolgan negativ butun dunyoga siz sharmanda qilib yuborishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bar muomalada gap ko'p. Men ko'p muomala qilaman, ustupkaga boraman. Bilasizmi? Boksyorlarni kuzatganmisiz? Masalan, shu nishonga to'g'ri urish uchun mundoq qilmaydi-ku. Mundoq qiladi-da, keyin anaqa bilan uradi. To'g'rimi? Nishonga urish uchun qo'lni orqaga qilish kerak bo'ladi. Qo'lni orqaga qilish degan chekinish degani emas, hammaga yaxshi ko'rinish degani emas.
chiqazsa chiqazaversin, qilsa qilaversin. U bizga umuman yarashmaydigan narsa. Matbuot kotibi unaqa bo'lish kerak emas. Umuman rahbarlik lavozimidagi insonlar xalq bilan sizdan savol so'rab kelgan, murojaat qilib kelgan odam bilan bunaqa gaplashish kerak emas deb o'ylayman. Diplomatiya u hammaga yaxshi ko'rinish emas. Hozir mana siz negativlar haqida gapirib o'tdingizda, sizga savolim mana shu tanqidiy materiallar chiqib qoladi. Shunaqa paytda uyqusiz bedor o'tgan kunlaringiz bo'lgan. Endi ishga kelgan paytim hammani diqqat e'tibori menda bo'lib ketdi. Endi unaqa holat kam bo'ladi. To'g'risini aytsam, respublikadan birdaniga poytaxtdan bu yoqqa Shohira G'amron kelishi katta voqea bo'lib ketishgan. Hamma bir anaqa qilib ko'rishga harakat qildi-da o'sha payt. Sinab ko'rishga. Bu informatsiyalar ma'nosida. Ana o'shanda shunaqa ko'p negativlar chiqdi. Shunaqa bu yerda payt troll nima ham bor edi. Respublikadagi trollar ham shu viloyat hokimini, matbuot kotibini nimaga aylantirdi-da, nishonga oldi-da. Keyin bir rahbar nimaga sizga yopishib olgan? Ular o'zimni birga o'tirib non choy ichib davra qilib yurgan odamlarim kim bo'lsa ham nomi bilan chiqmaydi hech qaysi. Endi chestku deyman, u respublikadan turib bitta viloyat hokimini, matbuot kotibini olib chiqishyapti, lekin so'z og'rig'i yomon-da. Bo'ladi unaqa. Men negativlarni unaqa kim negativni yoqtiradi? Hech kim yoqtirmaydi negativni. Yana u asossiz bo'lsa-da, ko'p asossiz narsalar bo'lib ketadi ba'zan. Ba'zan asosli negativlar ham keladi. Menga nisbatan emas, biron sohaga, biron rahbarga nisbatan. Men lekin o'shani olovlanib ketmasdan, gazaga olib ketmasdan joyida hal qilishga harakat qilaman. O'sha rahbarlar bilan gaplashaman, ularni bir-biri bilan muloqotga kiritiraman, xullas masalasini yechaman. Keyin u tajriba keyin keldi. Lekin boshida trollar juda ko'p, trollar ham keyin u Toshkentda faoliyat ko'rsatganimda ancha tili achchiq jurnalist edim. Masalan, hokimiyat haqida nimadir negativ chiqsa, har bir qatoriga qo'l qo'yaman, gapingizga qo'shilaman derdim-da. Hozir Facebook ba'zan eslatadi ba'zi bir postlarni. To'g'risi, lavozimimdan qo'rqqanimdan emas, noto'g'ri fikrlaganim uchun o'chiraman o'sha o'sha postlarni. Men hokimiyat tizimi haqida juda noto'g'ri fikrda bo'lganman. Men hozir ishonaman, ko'p dugonalarim, hamkasblar bor, boshqa jurnalistlar, ularni ham to'g'ri yo'lga solishga harakat qilaman. Hokimiyat tizimi ko'pchilik tasavvur qilayotgandagi joy emas, lekin hokimiyatda juda katta fidokorlik bilan ishlashga to'g'ri kelar ekan. O'sha hali aytganingizdek, oiladan, ro'zg'ordan, to'ydan, nima deydi? Kerak bo'lsa o'zingizdan hayotni, past balandliklardan kechib fidokorlik. Endi-chi, hozir unaqa gapirsam qizil gaplarga o'xshab ketadi, lekin men fikrim o'zgardi. Men hozir sizga aytayman-ku, Facebookda meni yodimga soladigan ba'zi bir postlarimdan uyalaman bugun. Noto'g'ri o'ylagan ekanman deyman. Soha vakillariga ham tez-tez izhor qilib turaman shu haqiqatlar. Noto'g'ri o'ylagan ekanman sizlar haqingizda deyman-da. Shuning uchun jurnalist hamkasblarimga ham aytaman, balki bir hafta, bir oy bir ishlab ko'rish kerak bizda deb o'ylayman-da. Ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi izohlar haqida gapirdingiz. Ularni hammasini to'liq o'qiysizmi yoki asabingizni asraysizmi? Men o'qiyman, majburman. Lekin rahbar kommentlarni o'qiyapsizmi deydilar, chunki ular ham o'qiydi-da. Kim aytaman, men o'qiyman, siz o'qimang deyman-da, chunki mendan ham mas'uliyatli lavozimlar bor bu yerda, lavozimlar bor. Ularga asab juda kerak. Xalq uchun kerak, o'zini sog'lig'i uchun ham to'g'ri kerak, lekin siz o'qimang deyman-da. Men o'qiyman uni deyman. Lekin shunaqa bir yengil-yelpilik bilan o'ylamasdan yozilayotgan shunaqa ko'p kommentariyalar bor. Endi mana hozir ko'p qaror, qonunlar chiqyapti mana shunaqa masalalarda. O'ylashadiki,
ismimni boshqa qo'ysam, rasmimni qo'ymasam yoki boshqa rasm qo'ysam, meni topib bo'lmaydi deydi-da. Lekin bugun shunaqa vaziyat keldiki, texnika shunaqa rivojlandiki, bugun topsa bo'ladi hammasini. Yana bir narsaki, agar Elyor nima qilsangiz, men bu yerga kelganimdan keyin o'zimni shaxsiy profilimga hokimiyatni vaziyatlarni aralashtirganim yo'q. Menda bitta Shohira Hamro degan profil bor edi. Instagram, Facebook, Twitterda borman, TikTokda borman. Keyin bu yerga kelganimdan keyin men shaxsiyatimni bu ishga aralashtirmadim. Matbuot kotibi degan umuman yangitadan sahifalar ochdim. Lekin bitta narsa xursand qiladi. U yerda shunaqa navoiylik muxlislar ko'p, o'sha olis ovullardan ham yozishadi. Chegara hududlardan ham yozishadi. Anaqa ko'p joylarga anaqa qildik, siz yordam bera olar ekansiz deb u katta ishonchda odamga. Men yolg'on gapirmaslikka, birorta yolg'on qo'shmayman, lekin viloyat haqida gapirganda, masalan, yomg'ir yoqqanda bozorni suv bosib ketdi, lekin yomg'ir tugaydi, xo'p, drenajniy tizim buzilgandir. Undan tashqari bozorga borguncha shahar ichida, hududlarda qancha ko'p yaxshi narsalar ham qilinyapti-da. Shu bozordagi ko'lmakni syomka qilib, hammani asabini o'ynab Venetsiyaga aylandik, ko'lmak bo'lib ketdi, mana bu yer bundoq bo'ldi degandan ko'ra, shuni yamab qo'yilganligi haqida, ertaga boshqa bir ko'prik qurilgani haqida, qilinayotgan yaxshi ishlar haqida ko'proq ko'rsatkim keladi, chunki negativ o'qilgan sari bugun odamlar ko'p depressiyaga tushib qoldi. Bilasizmi? Chunki informatsiya, negativ informatsiya ko'pda, pozitiv ham ko'p, lekin odamlarning e'tiborini negativ informatsiya tortadi. Negativ informatsiya tortgandan keyin o'qib asabiylashuradi ular. Afsuski, yaxshi informatsiyani unaqa o'qimaydi, rasmiy bersa. Shuning uchun men xalqonaroq yo'ldan boraman-da, xalqqa tushunarli tilda qiziqroq qilib gapirishga harakat qilaman. Shu odamlardan ozgina bir şey depressiyani yechsa, masalan, Navbahorda bir aylanishga joy yo'q derdi odamlar. Meni yoshligimdagi tasavvurlarimda Navbahor katta qishloq edi, to'g'risini aytsam. Na avtobus borardi, shu bir xolam yasharlar, bir pishkom qanchalar yurib azob yeganlarim kichkinaligim bo'lsa ham esimda. Lekin men bugun Toshkentdan kelgan mehmonlarimni, hatto o'g'lim Yevropadan keldi, men Navbahorga borib kutaman. O'sha eng chiroyli joylarda, nimalarda. Lekin men esimda o'sha eng chiroyli joylar qanday bo'lganini qadamlab viloyat hokimi, tuman hokimi yurganda birgalashib yurib, o'sha joylarni qurilganini, qanaqa qilib o'zgarganini o'zim ko'rib, nima qildim? Guvoh bo'lib, o'sha Navbahorliklarga yoki boshqa hududlarga shu haqda kimdir gapirish kerak-ku. Kimdir gapirish kerak-ku. To'g'ri, Navbahorda hamma muammo yechilib qolmadi birdaniga. Bu unaqa sehrgar emasmiz-ku, lekin mana qadamlab sekin-sekin borilyapti-da shunga. Bozori bormidi Navbahorda? Hamma yoqqa material ilib qo'yilgan nima? Shalashlar bo'lib yotardi. Hozir qanaqa bozorlar qurilyapti? Express kofelar qanaqa chiroyli joylarda. Masalan, men o'zimga qiziq o'sha Navbahorga borish. Uyimdagilarni ham mana o'zimni hozir ukam, singlim shu yerda turadi. Navbahorga bordim ana u kuni. 24-7 ko'chalarimizga bordim. Haligi u ko'chalar yo'q edi-ku. Men odamlar stressdan chiqsin, Navbahorda ham shunaqa katta o'zgarishlar bo'lyapti. Endi Archa bayrami uchun, futbol ko'rish uchun, Mustaqillik bayramini nishonlash uchun faqat Navoiy shaharga kelmasdan ham o'zini hududida shunaqa chiroyli joylar bo'layotgan bilishini xohlayman odamlarning. Shu uchun masalan, mana siz qancha o'zingiz efirlar qilasiz. Mana bibliograflar, shogirdlaringiz olgansiz yoningizda. Qancha masalan Navbahor haqida qancha yaxshi gaplar. Ijantni qanaqa qildik? Masalan, bitta shu Ijantni butun dunyo bildi Ijant haqida. Hattoki
xorazmlik kursdoshim shuni ko'rib, o'zini oilasi bilan o'sha ijantga kelib ketdi. O'sha ijant butun dunyo, men aytamanki, dunyo. Amerikadan ham anaqa Mahbuba degan dugonam yozyapti. O'rtoq, bahorda borsam shu ijantga olib borasiz debdi-da. O'shanga o'xshagan odamlardan stress snimat qilish uchun, stress tushkunlik holatidan chiqarish uchun yaxshi narsalarni xalqonaroq qilib berish kerak-da. Bunaqa 24/7 nima ko'cha qurildi, Palonpiston deb qo'ysak, odamlarga qiziq emas. Boshqacha qilib ko'rsatish kerak. Va menga hozir sizlar ko'rsatayotgan yo'nalish menga yoqadi. O'sha Instagramda bugun kelajagimiz hammasi Instagramda o'tiribdi-da. Ana o'sha yerda sizlarni chiqishlaringizni ko'ramanda yaxshi ishlashyapti deyman. Men o'zimni ham mobilografim mana hozir bir emas, ikkita, 3 ta anaqa ochdida, foydalanish kerak. Demak, shu narsa qiziqmi? Ha, Navoiy Press, o'zini anaqalar bilan chiqadi. Yoshlarga shunaqa imkoniyat berib qo'llaysizda. Albatta. Ular ham baribir viloyat uchun ishlayapti. Masalan, viloyat hokimini ekran rasmiyatchilikdan tashqari hayoti ham xalqqa qiziqda. O'zini hokimini tanishdi, bilishni xohlaydi, istaydi. Ana o'sha paytlari yoshlar bilsa, yoshlar tanisa, o'sha shaxsda anaqasi bu yerdagi tarixda qoladigan izlari uzoq bo'ladi deb o'ylayman-da. Yoshlarning tasavvurlarida yoshlar bilan qolamiz. O'sha uchun Instagram sahifalarimizga ochiqini aytsam, yana bitta 100 izlayapmiz. Mana hozir sizni ko'rsatuvingizdan foydalanib aytmoqchiman. To'g'ri, mobilografimning o'zini sahifalari bor. Ular yaxshi prosmotrlar bilan ketyapti, lekin rasmiy sahifalarimizga ham biz qiyofalar izlayapmiz. Mana studiyalarimizni ishlatishimiz kerak. Shu masalada shu gapim o'zib bormasdan qo'yib yuborsangiz iltimos. Mana matbuot kotiblarini trollar armiyasi bor degan fikrlar yuradi-da. Siz bu fikrlarga qanaqa qaraysiz? Boya trollar haqida gapirib o'tdingiz-da. Ha, trollardan eng ko'p zada yegan o'zimman. Lekin ana shu yerga ishga kelganimda biz bitta maktabga bordik. Birinchi ishga kelganimda menga shu taklif bo'ldi. Troll tuzaylik, troll nimaga yordam kerak, mana qilamiz, bitta gruppacha tuzaylik dedi bitta ayol menga. Men aytdim, u nima ish qiladi u gruppacha dedim. Endi men o'zimda axborot xizmatimda odamlar bor, nima qiladi desam, shu anaqa qilinsa bunaqa qilinadi, короче, trolllar qiladigan hamma iflosliklarni aytdi. Kim aytdimki, yo'q, men dedim, o'zimga ishonib kelganman. Men troll qilmayman, troll kompaniya. Men o'z Toshkentda borligini bilar edim. O'zim uni zarbalarni yeb turuvdim. Toshkentda ham bor edi-da, chunki respublika darajasida bir ikkita taniqli trolllar bor edi. Lekin ular qo'lga tushdi rahbarlari, mana hozir o'z-o'zidan yo'q bo'ldi. O'shanda menga shuni taklif qilishuvdi, men yo'q dedim-da. Keyin menga anaqadan chiqishdi. Facebookdan, Messengerdan chiqishdi. Menga aytishdiki, siz faqat axborot xizmati bilan chegaralanib qolmang. Siz odamlar ishga tayinlashga, anaqa boshqa anaqalarga ham aralashing. Rahbar ko'pchilik aldaydi, Palonpiston. Kim aytdimki, yo'q, meni o'zim sohamda qiladigan ishim rosa ko'p ekan. Men unaqa odamlarni ishga kiritish, ishdan haydash unaqa masalalarda ishlamayman. Kimlar o'tmagan joy. Aytdim, men qila olmayman unaqa. Menga unaqa narsa kerak emas dedim. Shu bilan bo'ldim. Men keyin nishon bo'ldim. Trollik ana shu zamonaviy axborot maydonini eng kir tomoni. Men o'zimga munosib ko'rmayman unaqa narsalarni. Bu eng noto'g'ri yo'l, eng noto'g'ri. Hozir hatto shu trollar, hozir ham ko'p trollar. Trollar ko'p hozir ham. Endi nima qilamiz? Bu bizani chekimizga tushgan taqdir. Biz uni chetlab ham o'tib keta olmaymiz. Ko'rmaslikka olishni iloji yo'q. Bu taqdir faqat munosib yashab o'tib ketish kerak. Shohir opa, nima deb o'ylaysiz? Odamlar matbuot kotibini bir kunlik ishini ko'rsa, ularga qanaqa bu ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Ularga qiziq ham ko'pincha qoyil qolishadi. Bir kunligim ko'rsataman-ku. Masalan, ertalab 5:00 oldida assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun
severga qarab yo'l oldik deyman-da. Keyin shu har bitta hudud qadamni ko'rsatib boraman, kimanga yetishadi. Keyin ertasi kuni bugun G'azg'ondamiz deymanki. Undan ertasi kuni bugun Xatirchidamiz. Opa, qayerdan olasiz buncha kuchni deydi-da, to'g'risi. Hayron qoladi. Sizlarnikini ham ko'rsatsa shunaqa bo'ladi. Sizlarni ham kuzatadigan muxlislar etsa kerak. Chunki anaqa tinmaymiz-ku. Shunaqa. Faqat bitta maqsad shu xalqqa bo'layotgan jarayonlarni xalqni xabardor qilish. Afsus, bitta narsaga afsus qilaman-da. Rasmiy kanalimizdan odamlar chiqib ketaveradi-da. Chunki biza bilasizmi qayerda eng zo'r mantiq qiladi yoki eng zo'r shaxslik qayerda qiladi yoki mana bu tutunni qarang deb nima bu suv bosibdi demaymiz-da. Lekin yaxshiliklarni ko'rsatamiz. Bir katta korxona ochilayotganini ko'rsatamiz. U yerga borib o'zi ishlamasa farzandi ishlar, bir kun kim yaqinlardan kimdir ishlar. Lekin u narsaga qiziqmaydi odamlar. Shu g'alati-da. Lekin yurishimizga shu nima deydi? Hududdan hududga o'tib, shanba yakshanba kecha kunduz demasdan yurishimizga ko'pchilik hayron qoladi. Hozir ham o'zi. Mana ertaga mana bu yerda viloyat hokimligini binosini yonida hozircha endi o'ziramiz, yangi qurilayotgan qurilishlarimiz mana shu yil oxirida. Ertaga yo'q, endi ko'p tadbirlarimiz shu yerda kechki payt bo'ladi va birgajon bo'ladi. Biz birgajon shu yerda bo'lamiz. Ko'p jonli efirlarga chiqaman. Keldinglarmi, yaxshi o'tyaptimi, kelmagan bo'lsangizlar erta kelinglar deb qiziqarli tuyuladi. Lekin bitta nimaga borishar ekan, noto'g'ri xayolga shu mazza qilib yurib, endi u yerda loyga botgan oyog'ingizni, ana nima paxtazorlarni oralaganingizda shiraga botgan kiyimlaringizni ko'rsatmaysiz-ku. Tushliksiz. Ko'pincha ana shuni aytib beraymi? Ana shuni aytsam, endi u payt ko'rsatish imkoni bo'lmagan, u payt bu haqda o'ylamaganman. Endi birinchi nima bo'lib kelganman, matbuot kotibi bo'lib, endi u yerda premyeralar, qizil doroshkalar, kinoteatrlarda yurgan odam kelganman. Ikkita masala bo'lganda, birinchi Xatirchiga borish kerak ekan degan. Xatirchi necha soat dedim, Xatir shuncha. Chiqib borsak ham biz hokimdan keyin boribmiz-da, viloyat hokimidan keyin. Qani, men o'yladimki, hokimiyatga o'xshagan joy, endi Xatirchi ham hokimiyat-ku, kiraman. Endi shu o'tirsa hech tasavvur bo'lmagan Xatirchiga borganda nima bo'lishi. Mana buncha kabluk, oq sapok, oq anaqalar, poson, boshqa kiyim ham yo'q edi-da. Keyin bordik, yo'l qarasak o'sha hokim boshlaganlar anaqani. Kimdoq turgan ekanlar. Men g'alati qaraganday bo'ldi o'zi. Keyin keldingizmi dedilar, bo'ldi, ish boshladik dedilar. Boshladik. Nima bo'lar ekan? Qachon hokimiyatga borar ekanmiz deb o'ylayapman endi. Lekin shu renovatsiyaga tushgan uylar, ana asfalt yotqizilmagan ko'chalar, pastbaland. Xo'sh, ishonasizmi? O'shaga emaylab qoldim-da men. Nima deydi? O'zi bu yer kelganimda bir 56 razmer edi. Mana hozir 46 10 razmer tashladim-da men. Keyin mashinada bugun har xil obuvlar turadi menikida. Anaqa xizmat mashinamizda. O'shanda o'sha kablokda boshqa hech narsa yo'q. Chiqaman, keyin yana ozgina yuramiz, yana tushadilar. Ichkariga kirib ketdik. Birorta tuzuk joyga bormadik-da Xatirchida. Ana o'sha yurgan yo'llarimiz bugun sohil bo'yi, umuman boshqacha bo'lib ketgan. Xursand bo'laman. Lekin endi bo'ldi shekilli dedik. Bilasizmi, o'sha kuni ertalabdan obed yo'q. Obed qilishga vaqt yo'q. Keyin qorni och qolgan yo'q. O'zim charchadim. Keyin bo'ldi, tugadi shekilli desa, yana to'xtadilar. Yo'li bu chekkasida granula, baklashkalarni terib granula qiladigan joy bor ekan. Zavod emas, hali u bitta yosh yigit qilgan ekan, juda betartib chiqindixonaga o'xshab yotgan joy. O'sha yerga kirib ketdik. U oq sapog'da keyin boshqa kiyib bo'lmadi. Tashladim kiyish bilan. O'sha yerga ham tushdim. Endi ko'zimdan olov chiqib ketyapti, lekin odamlarga ko'rsatgim kelmaydi-da, mana shu jonimni og'rig'ini ham, boshimdagi qanimsiz tashvishlarimni ham, o'zimni oilaviy tashvishlarimni
lekin oyog'im og'rig'iga chidolmayapman. Faqat tushdim endi. Men ishga kelganman-ku, men uni mas'uliyatini bilaman. Charchadim deb o'tirib olmayman. Men o'shanda bildim. Bu yer qizil yo'lakchalar bo'lmasligini bundan keyin. Mashaqqatli. Bundan keyin bu kiyimlarni olib arxivga solib qo'yishim kerakligini o'shanda tushundimda. Keyin yana tushamizmi, tushib borib, bilmayman, o'shanda juda tez tashlab bordim. 46-razmergacha tushdim. U yaxshi. Keyin anaqaga ketdik. Severga ketamiz deyishdi. 4:30da yo'lga chiqqanmiz ertalab. Ertalab hech kim nonushta qilmaysiz-ku. Bizning o'zimiz mashinamiz Nexia edi, u joylarga yaramaydi deyishdi. Sog'liqni saqlash boshqarmasinikiga chiqib olganman mashinaga. Endi kun bo'yi yurdik. Elyor aytsa, masalan, ko'pchilik nima qilmaydi? Sever degani shimoliy tomonimiz ekan. Zarafshon, Tomdi, Uchquduq. Eng Toshkentdan uzoq. Cho'llarning ichida yuribmiz, tuyalar, to'g'ri boshida egzotika ko'rindi. Mana Uchquduq deb qo'shiqlar bilan videolar qo'ydim, anaqalar. Endi lekin odamsizda, och qoldingiz. Charchadingiz. Bir bo'ldi, ikki bo'ldi. Maydan bular qachon abid qilar ekan? Lekin qayerda abid qiladi? Qip-qizil cho'lda yuribmiz-da. Oshxona yo'q. Ovullarga kiradilar hokim, nimalarga. Keyin 3:30lardami bitta joyga kirdik, u yerda xalq bilan qabul ekan. Birinchi marta ko'rishim edi qabulni. Qayerdan odamlar yig'ilib kelgan, u cho'lda bilmayman, lekin o'sha yerda odamlar. Endi o'tiribmiz, mana endi boshim aylanyapti. Abed qilgan odamman. Nima qilsam ekan dedim. Qayerdandir menga mana shuncha kofe topib keldi. Kimdir o'sha yerda narixonada shu kofeni endi tashqariga chiqib ichaman desam, hokimni yordamchilari bilan shofyorlari nimadir ko'shab turgan ekanda. Keyin men dedim, mana bular ovqat yeb o'tirgan ekan. Keyin menga birorsa beringlar aytsam, qo'limga 4 ta suxari qo'yishdi. Qolgan. Endi hozir bilaman, hammamiz ham o'rganib qoldik, biz abed qilmaymiz yoki mashinaga sovolamiz bu narsalar. Viloyat hokimi birorta joyda dasturxon yozib kutishini, ziyofatlarni umuman qabul qilmas ekanlar. Faqat ishlaymiz, ish tugatgandan keyin xonalariga keladilarmi yoki uyga qaytadilarmi shunda. Biz ham ana shu nimada tarbiyalandik. Men lekin men o'zim ochilib qoldi. Suxariymi desa keyin, qarasam termosda qaynagan suv va suxari. Hozir mana ishingizni mashaqqat haqida aytdingizda. Mana shu odamlarga qiziq bo'ladi hozir eshitsa. Qarang, mana shunaqa kun bo'lganmi sizda biror kun telefoningizni o'chirib, hech kimga javob bermasdan o'zingizga o'zingiz dam olish e'lon qilib, mana 3 yil ichida? Yo'q. Unaqa bo'lmagan. Yo'q. Bir marta bo'ldi. Mana shu yil o't pufagimni oldirdim. Unda viloyat hokimi ta'tilga chiqqan edilar. Shu bir kun qizimda qoldirdim palatada, o'zim reanimatsiyaga kiritib qo'yadi-yu. Lekin o'zimga kelib birinchi so'ragan qizimdan so'raylarchi, telefonga hech kim telefon qilmabdi. Kanalga qarab turibdimi? Ungacha lekin ana sizlarni hammanglarga aytib ketdim-ku, Dilkusholarga, o'zimni bu yerda komandamga, qizlar, men bir kun bo'lmayman, Telegramga kira olmayman. Qarab ehtiyot bo'lib turinglar dedim, lekin birinchi o'zimga kelib qizimga telefon qilaylik, nima gap ekan, men bilishim kerak dedim-da. O'sha yerda trubkalar faqat sizda shu sog'ligingiz bilan bog'liq. Sog'lig'im bilan bog'liq bo'lgan bir marta, bir kunda. Mana sizni ovozingizni eshitgan odamlar avvalo sizni o'sha jurnalist emas, ijodkor sifatida bilishadi-da. She'r o'qish. Uni men siz uchun hobbimi yoki qalb ehtiyojimi? Qalb ehtiyoji. O'zi bu qobiliyatimni bilasizmi qachon chiqdi menda? Koronavirus payti uyda o'tirib qoldik-ku. Shunda chiqdi. O'zimda nima qildim? Bitta she'r o'qib qo'ysam, qanaqadir Rima Ahmedovani nima hidi kelyapti ovozingizdan deyishdi-da. Lekin bunga bunaqa ko'rib-ko'rona yondashib bo'lmasdi. Dublyajimiz qirolichasi bor. Ayni kunda o'zlarini dublyaj maktablarini ochganlar. Mukambar Rahimovani shogirdlari bo'laman. Menga juda ham katta umidlar bag'ishlaganlar, men bu yo'lga kelib qoldim. Lekin hozir
Milliy kontentni rivojlantirish markazi tomonidan men juda katta buyurtma olganman. O'zingiz bilasiz, bugun tezkor zamonda o'tirib, kitob o'qib o'tirish, boshqa qilishga vaqt yo'q. Bugun audio kitoblar zamoni keldida. Shu audio kitob orqali nima bemalol mashinada yuribsizmi, avtobusda ketyapsizmi, yo'ldamisiz, naushnik orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Men hozir katta she'riy to'plamlarga buyurtma oldim. Menga Milliy kontent markazi shunaqa nima berdilar, ishonch bildirib, Qobiljon Ahmedov o'sha yo'nalishlarda ham ishlayman endi Toshkent bilan. Chunki ehtiyoj bor opa. Odamlarga ruhiy anaqa kerak. Mana shunaqangi ovozlar dedilar. Shunda mani ovozimdan ko'p tanib qolishadi. Shohira Hamroni kuchli qiladigan 3 ta fazilatni ayting desak, nimalarni sanagan bo'lardingiz? Endi men o'zim fazilatlarim haqida nima deyish mumkin? Nima fazilatlarim bor ayting? Yo'q, bizlar uchun fazilatlaringiz juda ko'p. O'zingizdan eshitish qaysi fazilatlaringiz? Men to'g'risi, men juda ham chidamli insonman. Men o'zim boshimdan o'tayotganlaridan chiqazgan xulosam shunaqa. Men juda ham chidamliman. Keyin ikkinchisi farzandlarim. Balki ular birinchisidir. Birinchisi. Meni kuchli qiladigan farzandlar. Bo'ldi deyman, lekin yo'q, hali Humoyun bor-ku, hali Farangiz bor-ku deymanda o'zimga. Endi menda 4 ta. Nima deydi? Ikkitasi hali uyli, joyli, egalik bo'lmagan bir paytda endi xo'jayin o'tib qoldilar. Masalan, bir oila qurganingizda rejalarni, orzu-havaslarni turmush o'rtog'ingiz yoningizda bo'lsa, 2 kishi uchun qilasizda. Birga tuzasiz. Birga qilasiz. Masalan, mana shuni qilamiz deysizda, qilaman demaysiz. Ikkita mendan bitta biz paydo bo'ladi axir. Qilamiz deb turgan payti qo'shqanot bo'lib uchishimiz kerak payt bitta qanotda uchishga to'g'ri kelib qoldida hozir. Men birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham kuchli qiladigan narsa birinchi navbatda farzandlarim, bolalar uchun. Endi o'shalarga munosib bo'lish uchun, ular menga munosib bo'lsin deb men anaqa qo'ya olmayman oldimga-da. Men ularga munosib bo'lsam, ular meni ko'rib ulg'ayapti-ku. Ular menga munosib, menga anaqa keltirmaydigan bo'ladi. Mana bugun uyimdan olisdaman. To'g'ri, bolalarim mustaqil, hammasi ishlaydi, o'qiydi. Deyarli, masalan, agar Toshkentda yashaganimda, o'zimning uyimda yashaganimda ham viloyatda bo'lmasdan, shu bir kechki payt birga o'tirishimiz mumkin edi. Ba'zi hollarda 3-chi o'g'limni telefonda chaqirardik. 2-etajda tush, choy qaynadi, keyin ovqatlanamiz deb. Lekin bugun men bu yerdaman. Men bitta narsaga Xudoga shukr qilaman. O'sha meni kuchli qilgan farzandlarim menga ortiqcha tashvish keltirmaydi. Men ulardan ko'nglim to'q bu yerda ishlayman. Chunki ichmaydi, chekmaydi, o'zini yo'lini topgan, hech qachon menga minus og'ir gap olib kelmagan muammolar. Mana hozir atrofni ko'raman, kuzataman, asosiy informatsiyalar o'zimizga keladi. Juda muammoli farzandlar ko'p bugun. Ota-onasiga katta muammolar. Bolalaring katta bo'lgan sari tashvishlaring katta bo'lar ekan deydi-yu. Menda hozir faqat yaxshi tashvishlar. To'g'ri, yonimda dadasi bo'lgani yaxshi edi. Lekin men kechki paytlari anaqa endi bizning o'zimizning oilaviy gruppamiz bor, Ahmedovlar degan. O'sha yerda bolalarim bir-biri bilan bittasi Yevropada, bittasi bu yoqda bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, kichkina anaqalarni yozishadi. Nevaralarimni biron bir nimalarni tashlashadi, yo bir yaxshi qilgan ovqatlarini tashlashadi. Men aytaman, Xudoga shukr, shunaqa menga bir betashvish, tarbiyali farzandlar berding. Erimdan, turmush o'rtog'im rahmatlidan mana shunaqa butun farzandlar qoldi-da, butun farzandlar qoldi. Mana shu yil boshida yangi yilni Yevropada kutib oldim-da. Birinchi marta, to'g'risini aytsam, bolalaringizga tikasiz, to'g'rimi? Menga nimadir qaytsin deb qilmaysiz. Ertaga mensiz ham yo'lda yiqilmasin,
oyog'ida turib qolsin men ketgandan keyin ham deysiz-ku. Men hech narsa kutmagandim. O'sha ikkinchi o'g'limga Timur kelasanmi? Yangi yilda balki kelarsan, yo tug'ilgan kuningdami desam, endi ular nana deydi. Karmanada nana, ular ham nana deb ketgan. Nana dedi, siz juda ham ko'p stressda yashadingiz, dadam bunaqa bo'lib qoldilar. Qiyinchilik ko'p ko'rdingiz, ko'p asabiylashdingiz. Men sizga dedi taklifnoma qilib, hamma xarajatlarni to'layman. Farangizni olib keling bizanikiga, men Yevropani aylantiraman dedi. Xursand bo'lib ketdim. Bu ona uchun eng katta. Men kutmagan, masalan, men ulardan hech narsa kutmayman. Hali o'zim kuchim yetar ekan, o'zimni harakatim qilaman-ku. Endi lekin o'sha xursandchiligingizni bo'lishadigan ham yoningizda kimdir bo'lishi kerak ekan. Yo'q, mana farzand, men kimga nima qilish bilmayman. Endi xursand bo'lganimni anaqa rahbarga yozibman. Birinchi marta u bol anaqadan sizga tabriklayman, rohatini ko'ring. Endi o'shanaqa payt ham kerak ekan deyman-da, yoningizda bir nima. Shu meni kuchli qiladigan farzandlarim. Bugungi suhbatimizdan keyin odamlar siz haqingizda bilib olishni istagan biror bir yana narsa bormi? Haqiqat bormi? Borim shu meni. Borim shu. Endi men nima deydi? Umri ma'lum bir qismini yashab o'tib, juda ko'p xulosalarga o'zim xato qilib, o'zim tuzatib, o'zim yetib kelgan insonman-da. Hamma narsa o'tkinchiligini bilaman. Hamma narsa. Faqat yaxshiliklar abadiyda, odamlar xotirasida ham, boshqanaqada ham borim shu, lekin bir mansab ekan, menda mansab berilibdi, menda shunaqa katta imkoniyatlar berilibdi deb hech qachon osmonlarga chiqib ketmaganman. Endi uni odamlar bilsa kerak. Muvaffaqiyatingizning kaliti nimada? Mehnatkashligimda. Men ishlovchi chumoliman. Chumoliman, to'g'risi. Oson ishlagim kelmaydi. Men bu yerda matbuot kotibi sifatidagi vazifamdan tashqari shuncha ko'p ishlar qilaman deyman-da, tirmashaman, hammani bezovta qilaman, viloyat hokimini ham bezovta qilaman. Anaqa, bunaqa qilaylik, anaqa qilaylik deb ishlovchi chumoliman-da. Meni naporimga chidab bersa ham katta gap. Masalan, men urib, turtib, so'kib ishlatadigan xodim emasman. Men o'zim ishlayman, o'zim uchun, nima deydi? Pul uchun emas. Bizning oyligimiz fiksirованный. U men ko'p ishlasam, ko'p gonorar olaman degan, ana yo'q hozir menda. Televideniyada shunaqa edi. Ko'p ko'rsatib bersangiz, ko'p narsa yozsangiz, aqqa-baqqa gonoraringiz yozilib, shundan to'planardi. Men bu yerda fiksirованный oylik, lekin ishlayotganim oylik uchun emas demoqchiman-da. Mana masalan, suhbatimiz oxiriga yetib kelayotgan bo'lishi mumkin. Men haqimda odamlar bilishi kerak bo'lgan bitta masala bor. Endi aytay hozir. Xullas, men hozir matbuot kotibi sifatida emas, shu yerlarda kindik qoni to'kilgan bir karmanalik, navoiylik bir farzand sifatida mana shu viloyatni yoshlarga aytmoqchi bo'lgan, yoshlar uchun maxsus yozilayotgan kitobini qilyapman hozir. Maxsus Navoiy viloyat haqida. Bu kitobda bugungi zamon, masalan, zomerlar, Z avlod, alfa avlod birinchi o'rinda turadi. Ularni qiziqishlari birinchi o'rinda turadi. Men qilmoqchi bo'lgan proyektda, loyihada unda asosan gapiradigan suratlar bo'ladi va bu kitobni so'z juda kam bo'ladi. Asosan gapiradigan suratlar bo'ladi va so'zni sun'iy intellektga o'tkazib, o'tmishini sun'iy intellektda
navoiyliklarni ko'zini oldiga keltirmoqchiman. Masalan, navoiyliklarning juda ko'pchiligi Uchquduq tomonlar, Zarafshon, Tomdi tomonlarda Tetis degan dengiz bo'lganligini bilishmaydi. O'sha tomonlar o'sha Sharriqqum deydi biz. U dengizdan qoladi anaqa. O'sha Uchquduqdagi tosh o'rmon dengizdagi o'sha nimalarni, hayvonlarning qoldiqlaridan paydo bo'lgan tosh o'rmonda u. Ana o'sha joylarni yoki insoniyatni ilk qadamlarini, ilk insonlar markazi shu yerda bo'lganligini isbotlovchi sarmishsoy bitiklari bor. O'sha yerda, o'sha zamondagi odamlarni sun'iy intellektda jonlantirib tarix haqida gapirmoqchiman-da farzandlarga, yoshlarga. Chunki o'qigan bilan bularni ko'zini oldiga kelmasa, bular bugun sarlavha o'qiydigan avlod. U degani bizadan bilimsiz degani emas. Biza ularning oldida gadjetlar bor ekan, ular bizadan oldinda hozir. Men o'shalarning tilida gapirmoqchiman kitobda. Va uni audio varianti bo'ladi, video varianti bo'ladi va bosma varianti va QR kod bilan ijtimoiy tarmoqlarga joylangan elektron varianti ham bo'ladi o'sha kitobni. Va tuman viloyatimiz juda katta, hudud katta, 11 ta tuman shahar. Navoiyga kelishning 11 sababi degan film boshladik. U filmni to'g'risini aytsam, bu yerdagi ijodiy guruh bilan qilishni iloji yo'q. Biz o'zbek kino ijodkorlari bilan, haqiqiy kino rejissyorlar, kino ssenaristlar bilan ishlayapmiz, lekin bu hujjatli bo'ladi. Har bir tumanimiz haqida alohida film. Ularni qizil ip bilan bir-biriga bog'lab turgan narsa bu viloyatligi. Navoiy viloyatini 11 ta tuman shahari haqida Navoiyga kelishning 11 sababi degan film qilyapmiz. Va har bitta filmni tagida, masalan, Navbahor tumanini turistik salohiyatini, investitsion salohiyatini, kulinarniy salohiyatini, gastronomik, xullas hunarmandchilik 8 tadan har birini roliklari bo'ladi. Chunki men viloyat hokimi boshchiligidagi delegatsiya bilan chet ellarga borganda qo'yishga roligimiz nima yo'qda, nima deydi? Zamonaviy rolik kerakda. Investitsion salohiyat katta Navbahor, to'g'rimi? Lekin uni kadrdan kadrga o'tib xiralashib ketgan kadrlardan qilingan video rolik bilan e'tibor tortib bo'lmaydi-da. Ana shu ikkita katta proyekt va yana bitta narsa 91-yildan beri Navoiy viloyati haqida bitta dona hujjat yo'q davlat arxivida. Hozir ana shuni ustida ishlayapman. Gos arxivga Navoiy viloyatini foto, video hujjatlarini topshirtirmoqchiman. 35 yillikka bitta sovg'a bo'ladi deb o'yladim. Men farzand sifatida, shu yerni farzand sifatida qilmoqchi bo'layotgan boshini boshlab qo'ydik. Viloyat hokimi qo'llab-quvvatladilar. G'oyani ham u kishiga tegishli. Hozir ish boshlandi. Ana shu katta proyektlarda bular, bu hozir aytishga oson, qilish, uni orqasida turish, uyushtirish qiyin, lekin sizlar bor ekansizlar. Men bu ishni faqat o'zimga, viloyat hokimi qo'llab turibdilar. Chunki bu tarix qolishi kerak, chunki Navoiyda shahar qurilyapti. Avval es shahar Karmana edi. Bundan keyin Navoiy shahrini o'zini yangi shahar, es shahar bo'ladi. Har bitta tumanlarda qancha katta o'zgarish, ular tarix-ku, tarixda qolish kerak. Lekin men bu ishlarni faqat o'zimga ishonib qilayotganim yo'q, yoki viloyat ajratayotgan mablag'ga ishonib qilayotganim yo'q. Men buni sizlarga ishonib qilyapman. Tuman shahar hokimliklari matbuot kotiblarida hozir men 3 yil sizlar ishladim bular bilan. Hammasini shu yo'nalishda tarbiyaladim deb o'ylayman. Bugun shunaqa kuch bor. Tuman shahar viloyat hokimliklari matbuot kotiblari bilan birgalikda qilamiz. Mana bugun Husniddin Atoni taklif qilganmiz. Oddiy fotograflar olmaydi buni. Siroj Aslanov degan yaxshi bir fotografimiz bor, shu viloyat peshonasiga bitgan. Butun tarix o'sha yigitning qo'lida va Husniddin Ato ikkita eng mashhur, eng taniqli fotograflar bilan ishlaymiz. Gapiradigan suratlar shularda bo'ladi. Kino, hujjatli kinomizni
o'zbek kino ijodkorlari oladi. Har biri xalqaro kinofestivallarni sovrindorlari, oddiy ijodkorlar emas. Men o'ylayman, munosib ishlar bo'ladi. Endi katta ishlarga keldim-da. Endi o'zim matbuot kotib sifatida oyoqqa turib olib, katta proyektlar. Chunki shu ishlar qoladi bizda. Mana buni haqiqiy yangilik, zo'r yangilik desa bo'ladi. Chunki bunaqa o'zi bu amalga oshirilmasdan oldin aytmaslik kerak edi, lekin bu aytsa bo'ladigan yangilik deb o'yladim. Mana shu bayram munosabati bilan o'tkazilayotgan Keling gaplashamiz podkastimizdagi eng kulminatsiya, eng zo'r yangilik bo'ldi bu. Albatta ijodiy parvozlar tilaymiz sizga. Rahmat. Siz viloyatimizda bosh bo'lib, mana shu media sohasini vakillarini bosh bo'lib, ularga har doim mana shunaqa shijoat bilan, mana shunaqa kuch bilan ishlarni davom ettirishingizda sizga muvaffaqiyat tilaymiz har doim. Bugungi podkastimizni yakunlasak bo'ladi. Ha, yakunlashdan oldin bitta narsani aytmoqchi edimda. Masalan, matbuot kotibi sifatida g'oya ko'p. Endi bu katta tajribadan ham kelib chiqadi. Shu g'oyalarim qo'llab-quvvatlab turgan viloyat hokimidan tortib tuman shahar hokimlar barchasiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men bu hokimlarni g'azallar ham ayttirdim. Butun dunyoga chiqazdik bu g'azallarni. Bolaliklarni ular bilan ham bir ijodkor nimalarimiz bor-da, hokimlarimiz bor va ular ham biz uchun ochiq. Men ana shu munosabat bilan shularga ham rahmat aytmoqchiman. To'g'risini aytsam, g'oyalargacha qolib ketadi agar yoningizda sizni qo'llab-quvvatlab turadigan insonlar bo'lmasa. Bizning sohamiz baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi mablag' bilan bog'liq. Hali qiladigan yangi g'oyalaringiz. Matbuot kotibi sifatida bordi, keldi, oldi, berdi deb tursam, u masala emas. Shunday yashab o'tayotganlar ham bor, lekin men qo'shimcha g'oyalar qilveraman-ku. Ular hammasi ba'zan qo'llab-quvvatlov bilan bog'liq bo'ladi, texnikalar bilan bog'liq bo'ladi va ana shunaqa holatlarda bu yerda bizni ham ma'naviy, ham moddiy qo'llab-quvvatlaganlar bor. Mana Ichki ishlar boshqarmasi rahbari Azatbek Damirovich Tasbayev bizani juda ham ko'p qo'llab-quvvatlaydilar. Hozir kimlardir aytmay qolishdan xavotirdaman-da. Safoyev bor, boshqarma rahbari. Sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari. Xullas, kimlarni aytmagan bo'lsam ham baribir yuragimdasizlar, hammaga rahmat aytaman. O'ylaymanki, bayramni munosib kutib olamiz. Bayram matbuot kotiblari uchun emas o'zi aslida. Matbuot kotiblari viloyatdagi barcha ommaviy axborot vositasi vakillarini eng munosiblarini e'tiroflarga taqdim etadi va ana shu e'tiroflarni oldirib, bir chiroyli dasturxon ustida chiroyli qilib nishonlaymiz. O'ylaymizki, qilayotgan ishlarimiz bayram qilishga arziydi. Bugungi mehmonimiz Navoiy viloyat hokimining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Shohira Hamro bo'ldi. Keyingi galgi mehmon kim bo'lishini xohlaysiz? Siz buni albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizni takliflaringizni albatta inobatga olamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like ni bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling. Xayr.